Salom omonachilar, bugun sizlar bilan Fanmuz. Bugungi videoyimizda biz mana shu joyda endi yana chiqar ekanmiz. Endi obunachilar nima ham qilamiz? Endi bizni o'lganidik, lekin Sixi bilan xo'jayin bizni baqa chaqirib oldi. Keyin g'alati armiya bizga bostirib kelyapti deydimi? G'alati jangchilar kelyapti deydimi? Balalar deyapti. Boylichi o'lib qolmasmiz. Yaxshi. Menga yana u qo'shimcha narsalar, yana bitta narsalar berdi. Keyin izim. Yaxshi, boylichi nima bo'lyapti ekan? Ana qoldi o'zi. Yaxshi. Bu bilan gaplashib olishimiz kerak. Qo'ymi? Kerak. Men chaqirtirsiz? Chaqirtirdim. Albatta juda yomon. O'zi men nimaga tiltirdingiz? O'zi mendan qutula olmayotdingiz. Juda yomon xabar bor. Qanaqa xabar? Bizning yon atrofimizda portal ochildi. Hop. Va u ichidan juda hayvonlar qo'rqinchli. Va yomon. U qishlog'imizga agar bostirib kelsa, biz o'lishimiz mumkin. Demak o'shani yo'q qilishim kerak. Albatta ular bizni qishlog'imizga bosirishi mumkin. Demak uni yo'q qilishim kerakmi? Yaxshi, kuzatsam-ku, uni kuzatamanmi yoki o'ldiramanmi, jang qilamanmi? Sen uni kuzatasan. Nimaga? Kuchim yetishi mumkin-ku? Yo'q, o'sha yetmaydi. Sen pasini kuzatasan. Va biz ularga pismicha jang qilamiz. Faqat ikkimizmi? Yo'q. Yana qanaqa ritsorlar keladi? Deyapti ana jitil askarlar. O'zim chaqiraman ularni. Boshqa qishloqdan chaqirtiraman ularni. Yaxshi. Yaxshi, izlab topakanda. Qatta? Ular boshqa eskidi. Salom qoling, yaqinda o'lasan. Xo'jayin var uni qarang. Men uyga tezlash kerak. Tezlashni otib kimga beraman. Otni olib kirishamiz ular bilan. Balki ular siz chaqirgan etsizdir. Yong'o, Sixingiz bilan to'xtatmaysizmi? Bo'lishi mumkin. Tezroq. Kimsanlar? Kim ekanlar? Sanlar yetibmi? Kim ekanlar? Nima qilyapsan? O'lyapsanmi? Bular maniken. Maniken? O yo'q. Ular qalbiga sig'ishgan. Chalg'itib, bizni chalg'itishdi. Oy. La'natli bizni chalg'itishdi. Yaxshi obunachilar, biz juda ham u manikenlarni yo'q qilib mana izlayapman endi. Qayerdaligini ulanatlar. Izlab va topakanda. Men qirolga bildirmay mana bunday portlaydigan narsa oldim. Agar ularni masofadan yo'q qilish uchun. Yoki yo'q qila olmaymanmi? Nima bo'lsa-da endi ham. Menimcha xolishularda aytgan-ku. Salom chiqoqlar. Ular ko'prik qurishyapti ekan. Bunday yo'l. Shaharimizga olib boradigan ko'prik. Shu ko'priklarni yo'q qilamiz-da. Ko'prigini ol. Tagiga ol, ko'prigini tagiga olsin. Yo'q, chiyib olmayapti. Ancha yaqinroq o'tish kerak. Bu yerda nima ham bunaqa narsalar sochilib yotibdi. Mayli. Hammangni yo'q qilaman hozir. Chicha yaqinlashib olay. Bu qol bizga ularni yo'q qilma degan, lekin men baribir ularni nimasini buzdim ko'prigini tayinga ol. Bu bizga yana bir kun yutib beradigan umiddaman. Assalomu alaykum, Sodakiston. Ancha vaqt. Uyjamanki. Endi bilaman deb. Qo'limdan o'zi kerak bo'lar uchun. Peki shuni yapaman. Tasdiq qilib. Bu salom. Unga aytib, ular qo'ygan. Kim mesela bu?
Yaxshi uchamiz unda. Yaxshi ular tepadan havoga borib ular qayerga yo'qolishdi? Yaxshi. Endi qaytamiz. Bizga qoldi oldiga qo'shilishga endi. Ana qoldi. Yana abbaliklar babalayapti. Qol. Mana qattaligini tog'dim. Yo'q. Yo'q, qapa dedimi? Nega yashashibsiz? Bularga kelayapti. Lekin bitta problema bor. Ularni to'liq yo'q qilarmadi. Ular qatar qochib qolishdi. Ishi iplaq qalmisa bo'lmasa, senga ishonib balo borligi o'zim bo'lsam. Mana siz narsalar olib keldim o'ljalar. Bir balolar yana. Menga Musrini otma. Musa bas-yi. U joyga tashlab oldim, nima hech bo'lmasa. Tashavordim Musrini etishga. Shunda men Musa o'tishmanmi? Bo'pti, gaplashamiz. To'xta. Hey. Ha, Senga kim qo'limni oldi dedi. hazillashdim u mana. Yo'qda. Ye. Hey. Qo'lig'ini ber. Mana. Bo'ldi mana. Qo'lig'ini ber. Bo'pti mana. Kamerasini solma sandig'im ichiga. Yaramas. Agar biror oyog'ini tish qilsanglar. Mana bo'pti. Keyin basamasiz chiqdi. Uyni yo'qoldimi ke qo'y. Xo'sh bo'lasan. Yaxshi obunachilar, bizni qolimiz juda ham yomon va beshafqatsiz. Atiga bitta yuzimiz uchun menga shunchalik qildi-ya. Pas. Pul ko'p bo'lishiga qaramay o'ta pas. Sen nima deding men haqimda? Yo, men shunchalik aytayapman. Menga bitta xabarim bor. Qanaqa xabar? Bizni qishlog'imizga ma'lumotlarga ko'ra, xavf yaqinlashib kelyapti. Qanaqa xavf yana? Juda katta xavf yaqinlashib kelyapti. Yana ularni Da, sen o'ldirolmading. Demak, ular o'zini shohiga aytgan, qiroliga aytgan. Qarang, o'ldirish kerak shuncha olmasin. ana ular topolmadimi keyin? Kimlarda, menmi sizmi? Chiqib ketdi bo'pti. Salibdi. Golingiz yo'q qo'yma olib bilmasangiz. Yo'qdi. Aniqmi? Yo'q. Aniqmi desam o'zingiz ham. Ye jonim kam. Yo'q. Sen meni uryapsan. Bildim. Ishingizni qila. Bo'ldi quladik. Kalta yeb oldi bizdan. Tilim tugadi. Nimaga? Asosan nima bilasanmi? Ye to'xta, qaytar. Qaytar qani. Qol, men afsus bunaqadan men bitta olib tolganimni sizni uyingizdan. Ha? Shu bilan yo'q qildim nimalardi? Ana so'g'lashga o'tdingmi? Ikkinchi marta so'g'layapsan. Ikkinchi marta bas, bu shunchaki qazga olib to'gandim xolos. Bo'pti, qaytaman hali. Yaramas to'xta, qazin qaytar. To'xta o'ynashga vaqti emas hozir. Nima bo'pti? Yana nima qildim men? Tayyorgarlik ko'ramiz. Nimaga tayyorgarlik ko'ramiz? Xo'p, portlatib olamanmi yo'qmi? Yo'q, uzr. Yaxshi, osmonda portladi. O, salom. O'zingga yaxshi mashq qil. Yaxshi, unda men mana shu yerda tunab chiqaman. Ular shu bir hafta ichida ketib qolishi mumkin. Yo, bugun yo bir hafta ichida. Yaxshi. Obunachilar, men endi chin dildan mashq qilishim kerak deb o'ylayman. Yaxshi, unda men boshladim mashq qilishni. Xo'p, birinchi bo'lib nima qilishimni o'zim hal qilaman. Ha? Axir sizni momentlarda yo'q qolishi mumkin. Yapsa, momentlarda davo yo'qchi.
Hadi kela qol. Qonli kuchimdan foydalansam bo'ladimi? Nima poli shuni foydalanib bo'ldimi o'zi? Yo. Qani kela qol baqa endi. Qol juda ham shafqatsiz. Qotib qolishi men bilan jang qilish haqi olishi. Endi keldi mashqqa. Qancha kuchli qilaman. Yo'q. Kerak bas. Yaxshisi bu yoqqa qavoqchilar oldiga demoqchidan qavoqchilar kelib bo'pti. Biz bazamiz oldida. Yo'q. Qanday sizga ular bunchalik tez? Sen vachalar. Eshisa qila olmaydi. Nega qilolmaydi? Ularni yo'q qilish kerak. Menga qizig'i yo'q bilardi. Balki shularni o'zim yo'q qilsam, jicha nima bo'laman, kuchayaman. Yo'q, tegmay o'zim yo'q qilaman. Kattani ikkinchi marta ketdimi? Menga tegyapti. Bo'ldi gap. Yondish. Nasasini ochiydi. Yondish. To'xta. Ha. Yo'q. Sen albatta yeyman. Yaxshiyamki menga olov ta'sir qilmaydi. Men baliqlarni ovlashni deyman. Mana nima? Yingaldi. Mana. Yaxshi, uni ham javob qo'ydi. Men battaman. Ey, do'moqlar. Bitinglar, sizlarga men deb qadarkandim. Olinglar mana. Bu tasdiqlan. Butun shang'illat ekanmiz. Yaxshi obunachilar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, men endi yaxshi obunachilar, like bosishdan chiqmasin. To'xta. Los. Endi nima qilamiz? Qayerga o'tishimiz men yugurib nima qilasan? Yo bakaka nima qilamiz biz? Yugurib sama xalqni shukrlantirib, banitlardan nima qilyapsan? Ke park qo'yamiz, park. Yo park kulbas mana. Nima qilib? Yugur turgan bo'lasan anitda. Xo'pmi? Anaka chiqib qolib, mana uni devorga anaqa yugur turgan bo'lasan. Har kun. To'xta. Yaxshi obunachilar, u men har kuni yugurishga majbur qilyaptilar. Beshoqat qol. Yuguryapman. Yugur. Bo'ldi mana chiqqanim yo'q. Men qizig'im anitlarda suzib ham o'tarkanman. Joyga tegdi. Men kim bilan jang qilishim kerak endi? Yo'q. Yo'qal. Ey! Obunachilar, bu ketishda men yo'q qiladi. Yaxshi, uni yengishga majburman deb o'ylayman. U menga deyarli zarar yetkaza olmaydi. Unchalik kuchli emas edi. Maqsad davom et. Yaxshi. Endi kimga qarshi? Hammasini yo'yaman. Yo'q, hammasini vasi endi yo'yaman bitta ikkitasi. Qolasa bon kuchini ye. Roziman. Xo'p. Kim? Bu bas. Yo'q. Hayır, men ketdim. Obunachilar, u meni maygatirib tushunmoqdagi aslan qildirmoqchi. Nima bu topdi? Yaxshi, like bosib obuna bo'linglar, bu ketishdi o'laman.